Sizlar so'radinglar, biz olib kelib qo'ydik. Avtoservis kuzatuvchilari o'sha bizani legenda balansovkalarimiz yana bir bor keldi. Mana Avtoservis Uz brendida LB657PL. Xullas, bu balansovkamiz 5 yildan beri sotamiz. Xudo xolasa o'sha sotgan joyimiz hamma mijozlarimiz rozi. Bu balansovkamiz oddiy bo'lsa ham o'zi ishlashda juda ham qulay. Mana mamtlarda mana lazerlar ham bor. Mana o'zimiz lazer qo'yganmiz. Mana ko'rib turibsizlar, mana lazer ham yonyapti mana. Bemalol o'sha ko'rsatib turadi, qayerda tosh urishlarini hammasini ko'rsatadimi. Keyin mana bu ustiligi qulay joyi mamtimda bossanglar, bemalol ushab turasizlar-da. Ana balonni ushab, keyin noqib turib, ana toshni olib kelib olib, qoqib, unaqalar bo'lmaydi. Bitta bossanglar, shuni to'xtadi, qoqib olasizlar, bo'ldi, qo'yib yuborasizlar. Keyin aylantirib, yana bir marta qo'yib bossanglar, yana o'sha grammni ko'rsatib 0 qilib berib yuborasizlar. Tak, buni yana pluslardan bittasi bu mana bunaqa shaybasi bor. Bu shaybasi mutlaqo tekin, o'zining ichida bo'ladi bu shayba. O'sha bonus tariqasida beriladi. Bu shayba o'sha gazel diskalarni bemalol balansировка qilsa bo'ladi. Buni zapchastlariga kelsak, o'sha zapchaslari hamma narsasi bor buni. O'sha ichidagi sensor deysizlarmi, o'sha magnit deysizlarmi, panel deysizlarmi. Xudo xolasa buni narxi o'sha $700 qilib beramiz. Kelsanglar, o'sha dollarda aytamiz. O'sha bilasizlar, agarda sizlarga ham mana shunaqa zo'r, sifatli, kafolatli uskunalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sergeli mashina bozori o'sha 77-do'kon. Yoki bemalol mamti keyin tashab ko'rib, hamma uskunalarni ko'rib turib ishlataman, ko'raman, sifatlarini saralab turib olaman degan odamlarga o'sha BYD avtosalon Sergelini ro'parasida avtoservis uskunalar do'koni yoki mana shu nomerlarga murojaat qilsanglar, batafsil ma'lumot beramiz.